Vakuumingiz qayerda? Siz divanda o'tirib turing, hozir kiyim alishtirib chiqing. Voy, hayotda olish akada kinoda mana shunaqa bo'lardi. Hozir xalatda romantikni chiqib keladi, kinoda mana shunaqa bo'lar. Hello, sweet pie. Kino bu hayot. Hayot bu kino. Qalis. Yaxshimisiz, charchamasdan. Uydagilar yaxshimi? Kinoda ko'rgan ma'nosi qo'lini bunday qilib divanda yurgizadi. Hayotda olish aka, Ahad aka sizni yomonlaganlar qo'ltig'iga yugurib chiqsin. Apishdi. Apishdi. Mana oxiriga yetay deding-a. Oxirida kinoning oxirida nima bo'lardi? Qo'lingizni oling. Qo'lingizni oling. Kinoning oxirida eri kelib eshik taqillatadi, ikkalamiz kelib shaqillatadi. Ahadjon chiqsan kino oldirmayman senga. Hozir kirib yasaydi yer. Bo'ldi, pishdi hali. Voy, qo'rqmang, hech kim kelmaydi. Eshik taqillamadi-yu. Ahad aka ham oshirib yurar ekan-da. Hayotdan jichi-picha olar ekan, xolos. Oxirigacha olmay ekan. Jin, o'taymi-da. Gazdan qarzinglar bormi? Yo'q, erim keldi. Kartinchani o'rnatib bo'ldi. Agar ruxsat bersangiz biz ketamiz. O'xshamayapti. Voy, shkop ichiga kiring. Nima bo'lsa bo'ldi, shunday eshikni ochaman-da, borini aytaman. Orqangdan shotkasa keldim. Aytdim, "Go'masanga hayotdan olamiz kinoni." Yur, erkak qolmasin, yur. Uf, kinoga tiqilgan manshetga ham tiqildi.